Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Okan. Mana 2 yildan so'ng sizlarni yana shu kanal orqali ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bilaman juda ham ko'p obunachilarimiz bizga savollar bilan chiqishgan. Ya'ni Otabek aka qanisiz? Qachon Okamilov kanaliga yangi video rolik joylanadi? Shunga o'xshash savollarni почти har kuni uchratganmiz. Bolalar, aynan bugungi video roligimizda o'sha barcha savollaringizga javob berib o'tgan holda kelajakda sizlarni Okamilov kanalida nima kutayotganligini to'liq tarzda ta'riflab berishga harakat qilamiz. Biz bo'lmasam boshladik. Xo'p bolalar, kelinglar noldan boshlaydigan bo'lsak. Avvalambor men treyderman va savdolarim bilan band bo'lib qoldim desak ham bo'ladi. Okamilov kanaliga bitta dona video rolikni tayyorlash uchun biz 2 haftada 2 oylab vaqtimizni ajratardik. Video rolikka montaji, uni ssenariysiga juda ham ko'p vaqtimiz ketardi. Ammo YouTubedan butunlay yo'q bo'lib qolganimiz yo'q. Biz Okamilov Invest kanalini ochganmiz. To'g'ri, u kanalga katta video roliklar joylanmasa ham, ammo qiziqarli va foydali kontentni joylab borishga harakat qilyapmiz. Hozirda u kanalimizda 80 mingdan ortiq obunachilarimiz mavjud. Bolalar, bu sizlar bilan bizning YouTube'imizda hisoblanadi. Albatta o'sha kanalning silkasini ham bu video roligimizda описаниесida qoldirib qo'yamiz. Ana endi Otabek aka Okamilov kanaliga qaytdingizmi deb so'raydigan bo'lsanglar, albatta bolalar. Ammo bu kanalda bugundan boshlab nafaqat trading bo'yicha ma'lumotlarni joylab borishga harakat qilamiz. Ammo oddiy qilib aytganda, sizlar bilan birga o'zimni tajribamni bo'lishga harakat qilaman. Hayotiy voqealarimni aynan o'sha kanalga joylashga urinaman. Video roliklar juda ham qiziqarli va foydali bo'lib o'tadi. Va bolalar, trading, kripto bo'yicha juda ham foydali va katta masshtabli video roliklarni tayyorlashga harakat qilamiz. Har xil treyderlar bilan podkast, intervyularni уже olishni boshlaganmiz va barcha kontent aynan o'sha kanalimizga joylanadi. Okamilov kanalida faqatgina foydali va качественный kontent joylanadi. Okamilov Investda esa live formatdagi video roliklarni joylab borishga harakat qilamiz. U yerda ham juda ham foydali va qiziqarli kontentlarni joylaymiz. Va bolalar, yana bitta yangilik. Okamilov kanali orqali biz jonli efirlarni amalga oshiramiz. Ya'ni jonli efir orqali sizlar bilan birga live savdo bilan shug'ullanamiz. Qancha foyda olayotganimizni, qancha zarar olayotganimizni to'liq tarzda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Signal kanallar haqida eshitgansizlar. Pulli signal kanallar haqida. Shu jonli efirlar orqali signallarga tekin tarzda ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bolalar, vaqt cho'zmaymiz. Demak bolalar, Okamilov kanaliga 2 yildan ortiq video rolik joylamayotgan bo'lsak ham, Okamilov Invest kanalini biz 4 yildan beri yurg'izamiz va hozirgi kunda 80 mingdan ortiq obunachilarga erishganmiz va ishimizning davomida juda ham katta brendlar bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Orasida Binance, XT, Bitunix, Vantage va Evedex kripto birjalari mavjud va trading bo'yicha ba'zi bir video roliklarimiz 500 mingdan 400 minggacha prosmotrlarga erishgan. Hozirgi kunda Okamilov Invest kanali O'zbekiston bo'yicha eng katta kripto kanallardan biri desak ham bo'ladi. Ammo bolalar, bizning Telegram kanalimiz ham bor. Hozirgi kunda obunachilarimizning soni 3300 dan ortiq va Telegram kanalimiz orqali biz o'quvchilarimizning natijalarini ham joylab borishga harakat qilamiz. Deyli o'quvchi darsga yozildi, bir hafta, bir oydan so'ng qanaqadir natija, daromadga erishadigan bo'lsa, shu haqida postda aynan Telegram kanalimizga joylashga harakat qilamiz. Va kecha bitta dona bitim orqali biz $1374 daromad topdik. Shu postni ham aynan Telegramimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda bolalar, Telegram kanalimizga biz o'quvchilarimizning natijalarini joylaymiz, o'zimizning savdolarimizni joylab turamiz, ya'ni qancha daromad, qancha zarar olayotganimizni to'liq tarzda kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Va live content, ya'ni o'zimning hayotimni ham aynan Telegram orqali yoritib turishga harakat qilaman. Shu joyda video roligimizni bitirsak ham bo'ladi. Barcha silkalar video roligimizning описаниесida bo'ladi bolalar. Barchangizga xayr, sog' bo'linglar, charchamanglar.